Galdagi faktimiz transportga oid. Samarqand shahrida bugungacha Bruto shartnomasi asosida 22 ta yo'nalishda 250 ga yaqin avtobus xizmat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari yo'lovchilarga yanada qulaylik yaratish maqsadida esa zamonaviy to'lov tizimlari ham joriy etildi. Yo'lovchi tashish sohasida yashirin iqtisodiyotning oldini olish, sohada raqamlashtirishni keng tarzda joriy etish orqali yo'lovchilarga yaqindan qulayliklar yaratish maqsadida Samarqand viloyati hokimligi, viloyat prokuraturasi hamkorligida Samarqand shahrida joylashgan bekatlarda aholi gavjum nuqtalarda bir martalik elektron chiptalar sotib olish uchun to'lov terminallari o'rnatildi. Samarqand shahar jamoat transportida Bruto shartnomasi joriy qilingan bo'lib, 22 ta yo'nalishda 250 ga yaqin avtobuslar aynan shu shartnoma asosida xizmat ko'rsatmoqda. Yana bir gap, shahar jamoat transportida yo'lovchilar yo'lkira haqqini shaxsiy bank plastik kartalari, hatto yagona transport kartasi orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Yo'lovchilarga avtobusdan avtobusga almashib o'tishda qulaylik yaratish maqsadida hatto yagona transport kartalarida imtiyozli tarif rejalari taqdim etildi. Yo'lovchilar 1 soatlik sayohat davomida birinchi avtobus uchun 2000 so'm, ikkinchidan 1000 so'm to'lasa, uchinchi yoki to'rtinchi avtobuslardan foydalanish mutlaqo bepul. Bu kabi imtiyozlar aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Juda qulayliklari yaxshi. Vaqtimizni tejab, shunday kartamizni qo'yamizda, shunday bemalol tushib ketamiz. Jamoat transportining qayerga yetganligi, bizning oldimizga qachon va qaysi paytda yetib kelishini o'zimiz manzilimizga qachon yetib borishimizni ham bila olamiz. Bundan tashqari jamoat transportlarini so'nggi yo'lovchini ham o'z manziliga yetkazib qo'yishi qat'iy belgilanib, bu jarayon GPS trekerlari bilan nazorat qilib borilmoqda. Bu ham yo'lovchilarga o'z vaqtida va sifatli transport xizmati ko'rsatishni amalda ta'minlamoqda. Shuningdek, jamoat transportida raqamli texnologiyalar joriy etilishi natijasida yo'lovchilar avtobuslarni masofadan kuzatish orqali o'z sayohatlarini rejalashtirish imkoniyati yaratilgan. Avtobuslarning real vaqt rejimidagi harakatlari internet xaritalarida aks ettirilgan.